Hop, brizerimiz mana uzoqdan ko'rinishi tayyor. Assalomu alaykum. Hozir brizer ustonga qolamiz. Brizer bu Xiaomi A150 degan modeli. Bu kranштейni. Bu turbasining orqasida reshetkasi ham bor. Bu zavodga turbasi shunaqa chiqadi o'zi. Hop, bu yoqda mana borsa orqada mana turbasi bor. O'zini taqib olamiz. Hop, brizerimiz ham o'zini ham taqib oldik. Bu Xiaomi A150 degan modeli. Hop, bu filtri, buni yuvib ishlatsa bo'ladi. Mana oson yechiladi. Bu filtri, buni har bir oyda yuvib tursa bo'ladi. Keyin mana bu HEPA filtri, bu har 6 oyda almashadi. Bu endi krishkasi. Hozir qo'yib olamiz.